O'zbekiston faqat foyda ko'radi. Putin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik haqida. Butun dunyo vampir Netanyahuning qilmishlariga tomoshabin bo'lib turibdi. Erdo'g'an: Putin nega O'zbekistonga qiziqib qolgani va manfaatlari haqida ochiq gapirdi. Svetofob ekanligimni tan olaman. Alisher Qodirov: Biz Tolibonni tan olmaymiz. Oq uy. O'zbekim aviakassasidan sizlar uchun ajoyib yangilik. Endilikda siz bir kunda kirdi-chiqdini samolyot orqali amalga oshirsangiz ham bo'ladi. O'zbekistondan Rossiyaga hamda Rossiyadan dunyoning istalgan davlatiga aviachiptalarni qulay narxda xarid qilishingiz mumkin. Xabarlar.uz buni kafolatlaydi. Kerakli ma'lumotlarni ekraningizdagi raqamlar orqali olishingiz mumkin. Vladimir Putin nega O'zbekistonga qiziqib qolgani va manfaatlari haqida ochiq gapirdi. O'zbekiston o'zining rivojlanish sur'ati va siyosiy barqarorlik bilan Rossiya sarmoyasi uchun qiziqish uyg'otadi. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida jurnalistlarga ma'lum qildi. Matbuot anjumanida Rossiya rahbari Moskva Toshkentga logistika muammolarini hal qilishda yordam bera olishini qayd etdi. O'zbekiston munosabatlarini rivojlantirish nuqtai nazaridan Rossiya uchun haqiqatan ham katta qiziqish uyg'otmoqda. O'zbekiston prezidenti yetarlicha samarali boshqaruv tizimi va o'sib borayotgan iqtisodiy modelni barpo etishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotning o'sishi yiliga 6% ni tashkil etadi, deb ta'kidlagan Putin. Rossiya rahbari O'zbekiston oldidagi geografik muammolarni yechishga yordam berishi mumkinligini qayd etgan. O'zbekistonning muammolari borki, bu uning dengizga, okeanga chiqish imkoniyatlari yo'qligidadir. Biz ham mintaqadagi boshqa hamkorlar bilan birgalikda O'zbekistondagi do'stlarimizga ushbu logistika muammosini hal qilishda yordam berish uchun choralar ko'rishimiz mumkin. Putin O'zbekiston bugungi kunda sobiq Sovet ittifoqining Rossiyadan keyin eng ko'p aholisi bo'lgan davlat ekanligini eslatib o'tdi. Har yili O'zbekistonda aholi soni qo'shimcha 1 millionga o'sib bormoqda, deydi Rossiya prezidenti. Davlat rahbari kelgusi rejalarga to'xtalib shunday dedi: Sanoat kooperatsiyasi, energetika, infratuzilma sohalarida ko'plab qo'shma rejalarimiz bor. Savollar juda ko'p, mumkin bo'lgan loyihalar hajmi juda katta. Qo'shma loyihalar uchun 500 million dollarlik fond yaratdik. Shundan 400 million dollari Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Buning sababi bizda katta manfaatlar bor, deydi Putin o'z manfaatlarini yashirmay. Butun dunyo vampir Netanyahuning qilmishlariga tomoshabin bo'lib turibdi. Erdo'g'an: Isroil millionlab tinch aholi boshpana topgan Rafah hududiga uyushtirilgan hujumlar bilan G'azoda amalga oshirilgan genotsidining ancha qonli pallasiga kirdi. Bu haqda Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an 29-may kuni Turkiya Buyuk Millat Majlisidagi nutqida so'z ochdi. U bir kun avval xavfsiz hudud deb atalgan Rafahga qochoqlar lageriga uyushtirilgan hujumda kamida 45 nafar begunoh falastinlik shahid bo'lganligini eslatdi. U internetda tarqalgan tasvirlarga qarashga bardosh etmayotganligini ifoda qilib shunday dedi: Tasvirlarga qarashga yurak bardosh bera olmayapti. Bir ota bor yo'g'i bir necha oylik boshi uzilgan bolasini agar hamon bor bo'lsa, dunyoning vijdoniga ko'rsatmoqda. 15 ming begunoh boladan nima istading? Sizda odamiylikdan asar qoldimi? Sizda vijdon yo'qmi? Sizda rahm shafqat yo'qmi? Sizda hech qanday qiymat, chegara, had va hudud yo'qmi? Siz insoniyatga shunchalik dushmanmisiz? Qalbingizda zarracha ham mehr yo'qmi? Qasam ichamanki, yer yuzidagi hech bir din bu vahshiylikni qonuniylashtira olmaydi. Hech bir e'tiqod, hech bir mafkura qanchalik buzuq bo'lmasin, begunoh go'dakning boshini yulib tashlashni yoki begunoh fuqarolarni o'z chodirlarida kuydirib o'ldirishni oqlay olmaydi, deb ta'kidlagan Erdo'g'an. U butun dunyo ruhiy xasta bo'lgan Netanyahuning qilmishlariga tomoshabin bo'lib turganligini urg'uladi. Butun dunyo bemor, manyak, ruhiy xasta Netanyahu degan qon to'kuvchi vampirning vahshiyligiga tomoshabin bo'lib turibdi va ular buni jonli efirda ko'rmoqda. Ey Amerika davlati, bu qon sizning ham qo'lingizda. Siz hech bo'lmaganda Isroil kabi bu genotsid uchun javobgarsiz. Ey Yevropa davlat va hukumat rahbarlari, siz ham Isroilning genotsidi, vahshiyligi va vampirizmida ishtirok etgansiz. Chunki siz sukut saqladingiz. Shifoxonalar, maktablar, masjidlarga hujum qilishdi. Siz indamay turdingiz. Ular yordam kolonnasiga hujum qilishdi. Siz yana sukut qildingiz. Jurnalistlarni, shifokorlarni, yordam xodimlarini otib tashlashdi. Siz jim bo'ldingiz. Shifoxona bog'lari ommaviy qabrlar topildi. Siz hech qanday munosabat bildirmadingiz. Siz Hamas deb ochiqchasiga Isroilni qo'llab-quvvatladingiz, deya ta'kidlagan Turkiya prezidenti.
O'zbekiston faqat foyda ko'radi. Putin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik haqida. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi barcha uchun o'zaro manfaatli bo'lishi mumkin. Ammo bu Toshkentning suveren tanlovi bo'lishi kerak. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin joriy yilning 26-28 may kunlari O'zbekistonga amalga oshirgan davlat tashrifini yakunlash chog'ida jurnalistlarga ma'lum qildi. Bizda iqtisodiy rivojlanishning turli darajalari, moliya tizimining rivojlanish darajasi har xil va u yoki bu hukumat muayyan integratsiya birlashmalarida ishtirok etish yoki qatnashmaslik to'g'risida qaror qabul qilganda, ular birinchi navbatda shundan kelib chiqadi, deydi Rossiya prezidenti. Uning qayd etishicha, O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishidan nafaqat tashkilot, balki mamlakatning o'zi ham foyda ko'radi. Agar O'zbekistondek iqtisod qo'shilsa, tashkilot bundan faqat foyda ko'radi deb o'ylayman. O'zbekiston iqtisodiyotiga ham foyda kerak. Ishtirok etish yoki qatnashmaslik har qanday suveren davlatning tanlovidir, deydi Rossiya rahbari. Sovetofоб ekanligimni tan olaman. Alisher Qodirov, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi rahbari Alisher Qodirov svetofob ekanligini ma'lum qildi. Bu haqda u Telegram kanalida yozgan. Svetofob ekanligimni tan olaman. Sovet davlati tariximiz, to'g'ri, lekin tariximizning qora qog'ozlarida qolib ketishi, kelajagimizda bo'lmasligi kerak deb hisoblayman, deb ta'kidlagan spiker. Qodirov Rossiya O'zbekistonning katta va qudratli qo'shnisi ekanligi, Toshkent Moskva bilan yaxshi qo'shnichilik, umumiy manfaatlar va hamkorlikda rivojlanishdan manfaatdor ekanligini ta'kidladi. Shuningdek, u rus tilini o'rganish O'zbekiston yoshlari uchun ingliz, xitoy, arab va fors tillarini o'rganish qatorida juda foydali ekanligini hech qachon rad etmaganligini qo'shimcha qildi. Taklifim esa oddiy va tushunarli. Bolalarga bolaligida ona tili va davlat tilidan boshqa til o'rgatilmasligi kerak. Boshqa millatli vatandoshlarimiz ona tilida qadriyatini o'rgansin, davlat tilini esa vatani deb hisoblaydigan O'zbekistonda yaxshi yashashi uchun o'rgansin. Tamom. Maktabni o'rta sinflardan boshlab istagan xorijiy tilini o'rgansa, shaxsiy rivojlanishga ham, mamlakat taraqqiyotiga ham faqat foyda bo'ladi, deb ta'kidlagan Qodirov. Biz Tolibonni tan olmaymiz. Oq uy. Qo'shma Shtatlar Tolibonni Afg'onistonning qonuniy hukumati sifatida tan olish niyatida emas. Bu haqda Oq uy Milliy xavfsizlik kengashining strategik aloqalar bo'yicha koordinatori Jon Kirbi jurnalistlar uchun o'tkazgan navbatdagi brifingda Rossiya rahbariyatining Tolibon harakati haqidagi bayonotlarini izohlab aytib o'tdi. Biz Tolibonni Afg'onistonning rasmiy rahbariyati sifatida tan olmaganmiz va tan olmaymiz, deydi Oq uy vakili. Shu bilan birga u Rossiyaning Tolibonni tan olishi boshqalarga yomon signal berishni urg'uladi. Tolibon hokimiyatga kelganida bajarishga va'da bergan hech bir majburiyatni bajarmadi, deb ta'kidlagan Kirbi.